Pak 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 pak. Pek chiroyli güzel o'tiribsizlar aka. Qanday qilamiz bizning hech o'lpal ekanmiz Davyanka? Voy tixi ichganmidim ular? Ha deyma. Mening turmushdan faqat ta'lim yo'q. Voyjon, bo'ldilar. Hey bo'ldi, ko'ngilsiz gaplarni qilishmayli bo'ldi ya. Haras. Ha? Sen Yangnaqshangning ko'rinishini olma deyotganding, qachon olsa? 15-sizlar atiga deyishdik, atiga. Ha. Bugun bu deyman 15-sizlar degan. 15-sizlar bugunmi? Bugun. Ola. Voy. Voy. Ha, bo'linglar xon, gash bo'linglar. Ma aptab qo'ng'ishib pishamaymiz biz. Bo'ldi, hozir boraylik. Mana. Bo'linglar chaqqan. Ma'qul. Pishamaymiz deydi-ku. Olda keta boshla bo'ldi. Ha, siz bu girimni qilavermang, ana qo'ying. Ayda. Ha, keldinglar? Tetish oldi ya. Yo'q, pek chiroyli bo'ldi ya. Tayyorlik qilaylikmi? Ya o'tiringlar, choy bak quyman bu. Tayyorlik qilaylik. Xon, bu kirpikli barang ortida ko'p ketdi, bu qo'pab ishlarni qilmaymanlar. Peshayvanning
Salam azizlar, men Keren Hamid'den hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bu qitim nim bilan nomliq eng yangi sho'x usulliq naqsham orqali sizlar bilan yana bir qitim didorlashdim. Bu fursatda mushu intervyumizning mushu holatlari yo'q chiqish uchun alay javob chekkan bizning artistlarimizga, operator inalarimga va o'rin sharoit hozirlab bergan barcha azizlarimga, uningdan boshqa bizga alaydan iqtisodiy yordamda bo'lgan Xinjiang Go'zal chiroy shirkati, Mina doktor teri asrash mahsulotlarining Xinjiangdagi vakillaridan Maziya xonimga va Gulmira doktorga alayda rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Hem mushu fursatda o'zim izchil turda ishlatib kelayotgan Mina doktor teri asrash mahsulotlarini ma'osh terisiga alayda ko'ngil bo'ladigan Gulchiroy xonim qizlarimizga tavsiya qilaman.